ayollar, ayollar. Sizga bitta gapim bor. Birinchidan erkakga gapirmoqchiman. Erkaklar nechta erkaklar bor? Men hozir ko'zim bilan sanab turaman. Bitta, ikkita, mana ikkita o'tibdilar. Buxoro yana sizga yetib boradi. Hurmatli erkaklar, bir haftada bir marta bo'lsa ham o'zingizlarning ayolingizga onasi "Men seni yaxshi ko'raman" deb qo'yishingiz kerak. Bir haftada bir marta bo'lsa ham. Yana Buxorolik biradi. Keling, telefondan bo'shaysizmi? Bo'ldi. Telefonni kesib ketgan ekan o'zi ham. Pochcha necha marta aytadilar bir haftada sizni yaxshi ko'raman deb. Aytmaydilar. O'zi eringizmi? Shunaqasi ham bo'lar ekanmi? Voy, tavba qildim. O necha yil bo'ldi turmush qurganligini, necha yil edi? 20 yilida voy esidan chiqib qoldi. 37 yil. Aka, urushasizlarmi? Urushib turasizlarmi oilada? Yo'q. Bir marta ham urushmaysizlarmi? Qancha urushmaysizlarmi? Urushib turarlarmi keyin? Urushasizlarmi? Akasizchi? Necha urushib turasizlar? Qolib o'tirgan ayollar kim 20 yil, 30 yil yashab eri bilan urushmagan? Kim eri bilan urushmagan 30 yil, 20 yil yashab? Voy tavba, hech kim qo'lni ko'tarmayapti. U hammasi urushgan xotinlarga o'tdi. Voy tavba, kim urushmagan? Siz bormi? Pochcha. Sizga ham bormi? Bormi? Otaxon bormi? Ketib borganmiz. Endi urush janjal bo'lib ketadi endi, nima qilsin endi. Kim urushmagan? Siz mana boqmayapti. Necha yil yashayapsiz? Necha yildan beri? Necha yil? 40 yildan birga yashaysiz otaxon bilan. Umuman urushmaysizlarmi? Vobshe urushmaysizlarmi? Umuman. O'zi birga yashaysizlarmi? Ya urushib turinglarmi to'g'ri? Zerikib ketadi. Odam qanaqa hayot bu urushmasalar bor. 2-3 ta kelsalar, kelmay qolsa urushmaysiz, indamaysizmi? Boshqa qolib ketsalar indamaysizmi? Yashab, bu gapingizdan hech ham bir urushmayganga o'xshamaysiz siz. Bu gapingizda bunaqa o'xshamaysiz, ot aylanib qozon topadi degandek bunaqa bo'lishi mumkin emas. Voy oilaga keyin salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Bir ayol eridan so'rab, "Dadasi meni sevasizmi?" debdi. "Yo'q, sevman onasi. Men sevmas ekanman, xotinimsan, meni umr yo'ldoshimsan" debdi. "Adasi, agar mabodo meni ko'zim ko'r bo'lganda yaxshi ko'rardim" deysiz. "Ko'zing ko'r bo'lganda ham seni yaxshi ko'rardim" deb bolalarim onasi so'radi debdi. "Adasi, agar Qur'on karim bo'lib qolsa-chi" dedi. "Undan 5 marta seni yaxshi ko'rib qolaman. Undan ham battar yaxshi. Qur'on karim bo'lsa ham seni yaxshi ko'raman" dedi. "Adasi, agar sovuq bo'lib qolsam-chi?" Onasi bunaqa baxt ko'tara olmay o'lib qolsam kerak dedi. Ilohim ichim bo'lmasin. Har bir inson o'zini qo'shgandan qo'sha qarasin, to'g'rimi? Baxtli hayot kechir. Hazillashamiz, deydi nazarda tabassum yuritamiz. Xo'p, mana bu san'atkor